21-24 martga ob-havo prognozi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 tezlikda esadi. Harorat kechasi 21-22 martda 5-10 darajada iliq, 23 martda 7-12 darajada iliq, 24 martda 8-13 darajada iliq, kunduzi bo'lsa 21 martda 20-25 darajada iliq, 22-24 martda 22-27 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 22-23 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-22 martda 8-13 darajada iliq, 23-24 martda 10-15 darajada iliq, kunduzi 21 martda 10-20-25 darajada iliq, 22-24 martda 23-28 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 22-23 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat 7-12 darajada iliq, kunduzi 21-23 martda 20-25 darajada iliq bo'ladi. 24 martda 22-27 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari. Havo o'zgaruvchan bo'ladi. 21-23 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 darajada iliq, kunduzi 21-22 martda 20-25 darajada iliq, 23-24 martda 23-28 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 23 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 21 martda 5-10 darajada iliq bo'ladi. 21-24 martda 7-12 darajada iliq bo'ladi. Kunduzi 21 hamda 22 martda 17-22 darajada iliq bo'ladi. 23-24 martda bo'lsa 20-25 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 24 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 21 martda 0-5 darajada iliq, 22-24 martda 3-8 darajada iliq, kunduzi 21-23 martda 7-12 darajada iliq, 24 martda 10-15 darajada iliq bo'ladi. Shu kabi eng so'nggi ob-havo ma'lumotlarini bilmoqchi bo'lsangiz, kanalda biz bilan qoling. O'zingizni qaysi viloyatdan ekanligingizni kommentlarda belgilab keting.